insonda iymon bo'lmasa, yaxshi ish qilsa ham savob yozilmaydi. Buni yaxshi bilib olinglar. Bir odam Allohdan qo'rqmasa, Parvardigorimizga ishonmasa, yaxshi amal qilsa ham u yozilmaydi savob. Chunki uni iymoni yo'q. Chunki Alloh aytayaptiki, iymon keltirgandan keyin. Chunki iymon keltirgan odam Allohdan qo'rqadi-da. Mana kecha Eshonboy aytib berdim. Shu yerda bo'lsalar kerak, o'g'illari bir oycha bo'ldi, meni oldimga bir yigit kirdi. Subhanallohi va bihamdihi. Yaxshi, o'zi ham fayzli yigit ekan sizlarga o'xshab. Qoraka dedi, meni otam vafot qildilar. 3 oy bo'ldi dedi shekilli. Shu onam sizni oldingizga yuvardilar. Nimaga desam, shu otam 66 yoshda vafot qildilar debdi. 66 yoshda. Mana hozir ayollarga shuni telefonga yozib olib, olib qo'yib beringlar. Xotinlaringlarga. Shu gapni. 66 yoshda vafot qildilar. 30 yoshlarida deydi, oyoqlari ishlamay qolgan, qotib